Assalomu alaykum. Qadrli yaxshimisizlar? Xo'p, quyosh panelini o'rnatdik. Mana bu invertor 11 kilovatlik. Hammasi yozib qo'yilgan. Screenshot qolsanglar bo'ladi. Xo'p, ikkita gruppaga bo'ldik. U 5 kilovatdan ortiqroq edi panelimiz. O'shanga ikkiga bo'ldik. Так, bu отдельно группа, bu отдельно группа. Bittasida hop 5 ta panel qilib, ikkala 10 ta panelni 2 ga bo'ldik-da. Hop, endi sizlarga tushuntirsam, mana bu kabel обязательно o'zini kabeli bo'lishi kerak, проводной kabel. Zazimleniya ham обязательно bo'lishi kerak. Bilasizlar, bundan oldingi videoda dabdala qilib ketdi. Hop, bu yerda yozib qo'ydik, mana quyosh o'rtaga qo'ysak, tok вообще источникga o'chadi hammasi. Bu tarafga o'tkazsak, sech davlatni toki. Hop. Bu birinchisi davlat toki yoqiladi. Mana bu предохранитель. Hop, bu DS avtomat o'ziniki. Bu DS degani hop doimiy tok. O'shanga DS avtomat qo'yiladi. Bu o'zgaruvchan tok, shuning uchun AS bo'ladi bu. AS avtomat deyiladi. Mana e'tibor bersanglar, mana bu yerda DS deb yozib qo'yilgan, kichkina harf bilan. Bu molni защита, chaqmoqqa qarshi. Buni ham обязательно qo'yish kerak. Qo'ymasangiz bo'lmaydi. Buni ham zazimleniya qilish kerak. Chaqmoq panelga chaqmoq kelgan paytda tok juda katta keladi, o'sha paytda yerga o'tkazib yuborish uchun. Hop. Mana kabel. Общий kabelimiz 250 metr ketdi. Bu davlat toki kelgan. U sho'chga kiradi, mana bu. Hozir mana birinchi set degan joyimizga kiradi. U yoqdan chiqib, keyin stabilizatorga keladi. Har doim stabilizator bundan keyin bo'ladi. Keyin laterni stabilizator bo'lishi kerak. Laterni bo'lmasa, наводящий toklar hosil bo'lishi mumkin. Shunaqa deb eshitib turman ko'p joydan. Bular ishqilib quyosh paneli ko'p tushunmas edik. Shuni qo'ygandan keyin ancha buncha tushunib qoldik. Hop, mana bu yoqda ko'rgan bo'lsanglar, bittasi mana uyga ketayotgan tok, mana stelkasi. Bu hozir davlatga sotyapman. Hop, mana ikkita panel. Batareyamiz yo'q, shuning uchun buni ashibga berib turibdi. Batareya qo'ysa ashibga yo'q bo'ladi. Bu gibrid invertor. Bu o'zi akkumulyatorga ham zaryad beradi, davlatga ham sotadi. Kerak paytda davlatdan olib ham ishlataveradi. Hop. Zazimlangan. Bu yoqni ham mana garajlarni. Garajimiz juda achinarli holda edi. Hop, mana sensor qo'yib, buni ham patologlarni akkuratni qilib qo'ydik. Jato ana o'qimadik, chunki eski paytda qurilgan. Qiyshiq-miyshig'i ko'p edi. O'shaning uchun ko'p rasxod bo'lmasin deb o'rtacha me'yorda hop rodbon qilib, pastlarini iloji boricha to'g'irlab, darvozalarini boshqatdan qiyshiq turgan edi, uni ham to'g'irlab ana qildik. Hozir kabellarni qazib buni tiqiladi ichiga. Hop. Mana bu yerdan kelyapti. Bu zazimleniya. Mana zazimleniya armatura 5 metr armaturani urdik. 5 metr armatura ketdi. Endi quyosh paneli o'zini ko'rsataman sizlarga. Hop. Kabel mana 4 ta kabel shuni ichida kelib turibdi. Bu ikkinchi etajga
ikkinchi etajga chiqib, tom ustidan o'tib hovlini old tarafdagi ayvonimiz bor edi. O'sha ayvonga qo'yib berdi. Mana. Hop. 4ta, 2ta. Quyosh xira hali. Kecha yomg'ir yog'gan. O'shaning uchun bulutli, lekin o'shanda ham panel ishlab turibdi. Mana bu yoqda ko'rayotgan bo'lsanglar, kabel tomdan o'tib ketdi. O'shani hisobiga kabelimiz ko'p ketdi. O'shani men aytmoqchi bo'lganim, har doim ustani yaxshisini topish kerak. Ustalar, bu yoqqa kelgan ustalar chala ustalar edi. Ularni hop, o'zimiz o'qitdik desa ham bo'ladi. Zazimleniya, chaqmoq, unaqa narsa, chaqmoq qarshi anaqalar umuman qo'ymagan ekan. Hozir bitta bu yoqda qolayotgan narsa напряжение. Relay напряжение qo'yishimiz kerak bo'ladi. O'shani qo'ysak, xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p. Buni sizlarga aytdim, oldingi videolarda so'killarni tugatdik. Xo'p, bu yoqga ham pirilani qildik mana. Hop, bu yoqda burchak anaqalarni ham qo'yib, lesinsalarni ham tugatib berganmiz. Mana bu yoqda ham akkuratni qildik. Ichiga hisob olinmagan edi, o'shaning uchun buni akfalarni ham yechib, ichiga shayba tashab, mana eshikni ko'tarib berdik. Hop, mana bu eshiklarni xuddi shunaqa qilib berdik. Shayba tashaganmiz mana. Iloji bo'lmadi, o'shaning uchun buni ham ko'tarib berdik. So'killarimiz 45 gradusda hammasi bo'ldi, xudo xolisa. Hop, letniy kuxnyani ham bitirdik mana. Letniy kuxnyamiz. Hop. Bu yoqda bitishga qo'yiladi. O'shaning uchun teshib qo'ygan. Hop, bularni ham жаростойкий kraska bilan kraska qilib berdik hammasini. Hozirlariga ham qopqoq zakaz qilganmiz, hali keladi. Mana bu turbamizni hali обшивать qilamiz, xudo xolisa. Sekin-sekin bo'lyapti. Baho berasizlar ishimizga, qilgan mehnatimizga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshilikda ko'rishguncha ketgan vaqtinglarga rozi bo'linglar. Hammani kelayotgan hayit bayrami bilan tabriklayman. Sog' salomat ota-onamiz, oilamiz, o'zimiz sog' salomat bo'laylik.